Bo'pti. Xushxabar bilan boshlayman. Assalomu alaykum qadrdon jigarlar, yaxshimisizlar? Xullas, xushxabar shundan iborat. 100 ta sovg'a dedimi? 100 ta sovg'a qo'yildi. Albatta kim uchun? Mana shu bizni ko'rib turgan qora qoshlar uchun. Har doimdek yangi qurilgan masjidning ro'parasida Grand Plaza bor bizada. Yangi most. Podvolida do'stlar gilam bor. Hozir ko'rib chiqdim. 100 ta siz uchun sovg'alar. Bisalaring do'stlar. Umraga jo'natdik, xudo xolasa. Qimmatbaho kecha promo efirimizda qimmatbaho mebelni topshirdik. Ko'rdingiz-a? Endi bu safar yana qimmatbaho mebellardan ko'ramiz. Jamshid aka, savdo qiling aka. Jamshid aka xizmatlaringizda bo'ladi har doimgidek. Taniganlar bitta o'zingiz fikr yozib qo'yasiz. Xo'p, nima savollar qo'yildi va gilam narxlari qanday deganga savolga savol berishingiz mumkin. Xo'p, gilamlar o'sha hozir bugungi ochadigan gilamlar arzon narxda. Sababi reklama qilishdan maqsad, misol uchun hayotda va misol uchun odamlarga o'sha yetib borish uchun, o'sha ma'lumot yetib borish uchun bitta like bosib qo'ying. Sababi skidka. Skidka deganda nima deylik? O'zi asl narxi mana bu gilamlar o'ngdaylik bozor narxi 100 ming so'm. Bugungi videomizda o'sha bozor narxi 100 ming degan bilan skidka narxida 60 ming, 70 ming bo'lsa 30 ming, 40 ming kissasiga foyda har bir metridan. Nima uchun like so'rayman? O'sha misol uchun kimdir qiynalgan bo'ladi, kimdir majburlikdan oladi, kimdir to'y qilishdan oladi, kimdir yangi uy olganiga oladi. Baribir o'sha kissasiga qoladigan bo'lsa mablag' like bosgan qo'llaringiz zard ko'rmasin. U like bosganingiz ajri bor, ya'ni savobi bor. O'sha savob bo'lish maqsadida bitta like bosib qo'ysangiz ko'proq do'stlarga borishligi uchun. Bo'ldi, maqsad shu. Kuni kecha mana bu gilamni adashmasam Bobur akam yutib olgan ekanlar, ha? Gilam kallayim ketdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Kuniga reklama bilan Alloh. Bekzod aka yutgan ekan, ha. Bekzod aka mana mebel yutgan ekan. Elbek aka, qani nima yangiliklar? Yana 100 ta sovg'a deysiz? Assalomu alaykum aziz obunachilar. Xurshid Abzor, TikTok, Instagram. Musafirdagi qaddi baland qadrdon opa-singillar. Xullas, hammanglarni Alloh umringlarga, kasb-koringlar, rizqinglarga Alloh baraka bersin. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Ertaga mana 27-yanvardan 2-fevralgacha aksiya e'lon qilyapmiz. Bunga 100 ta sovg'a qo'yilgan. 100 ta sovg'a qo'yilgan. Shu 100 ta sovg'a o'sha kelgan xaridorlardan yozib boriladi. Mana 2 milliondan oshiq xarid qilgan har bitta xaridorga sovg'alari bor. Uni sovg'alarni hozir tanishtirib chiqamiz. Undan sovg'adan oldin mana kecha 2 haftada mana bu jonli efir kecha 94 603 37 603 77 78 Bekzod aka mana shu o'g'alokni yutib oldilar, kelib olib ketishingiz mumkin. Mana shu o'g'alok sizniki. Xullas, bu gal bundan ham qimmatroq o'g'alok qo'yilgan. Ana. Buni qo'yib yuborasiz Elbek aka endi. Xullas, mana 2 milliondan oshiq xarid qiling har bitta xaridorlarga mana chopir beriladi. Har 10-xaridorga mana misrofga qo'shib beriladi. Har 10-xaridorga. Har 20-xaridorga duxobga qo'shib beriladi. 50-xaridorga mana shu mebelimiz qo'shib beriladi. 50-xaridorimizga, 100-xaridorimizga mana shu o'g'alok, myaxki o'g'alok. Narxi ham chiroyli narx, arzon narsa emas. Kimgadir nasib qiladi. Bu yerda hech kimni xafa qilib chiqarmaymiz, xudo xohlasa. Alloh omadinglar bersin. Endi narxlar bilan tanishtiramiz, xudo xohlasa. Ketdi, bir chiroyli uzoq kutib qolamiz. Mana qo'yilgan narsalar faqat mana necha kunga qo'yilgan bo'lsa, shu kunga amal qiladi. Undan o'tgandan keyin amal qilmaydi. Ko'plar eski videolarda ko'rib kelyapti, mana shu payt mana shunaqa narx qo'ygan ekansizlar. U eski video amal o'tmaydi, chunki har hafta boshqa narsalar qo'yamiz, almashtirib. Qani? Bolalar har doimlik startda tayyor. Shu hayotga bir qatdan bilamiz, baba nechinchi biza anaqa xaridorligimiz daftarda har biri yozib boriladi. Xaridor, birinchi xaridor mana bu mana
chop bera oldi, 10-xaridor mana misrok har bitta yozib, u yerda hech qanaqa aldam-qaldam narsa yo'q. Kelib daftarni tekshirib ko'rib nima qilishinglar mumkin o'zinglar. Mayli, bitta fikr aytmoqchi edim, mayli. Oching. Xo'p. 2 gilamlarimiz mana 260 ming so'mdan turishi. Mana shu turishi 260 ming so'm. Bu yaxlit. Faqat mana shu 27-yanvar erta chorshanbadan dushanba kuni kechgacha. Mana 2,5 ga 3,5larimiz och. 450 ming so'mdan. Mana sizlar uchun 450 ming so'm turishi. Mana ochinglar. 450 ming so'm. Mana shu 2,5 3,5 to'liq razmerimiz. Bu gilam palas emas. Obunachilar. Bu gilam. 2,5 ga 4larimiz och. 500 ming so'mdan. Mana. O'tgan gal eslasanglar 550 ming qo'liga. Yana ham tushirdik mana 500 ming so'mdan. Mana turishi. Och. Shu videomizni ko'rmasam turib like bosadigan yaqinlarimiz har doim sog' salomat bo'lsin. 2,5 5imiz och. Mana 650 ming so'm turishi. Mana Samarqand gilamlari 650 ming so'mdan turishi mana shu. Xo'p, 3 ga 4imiz to'g'rilab 2 kishi ochasizlar yo 1 kishi ocha olasam. Mana turishi 600 ming so'm 3 ga 4imiz. Ya qalini ketdi-yu mana shokildalimi? Mana aralashiga mana 600 ming so'mdan. Mana turishi 600 ming so'm. Ochilishiga qarang buni. Och. Ya chiqsa yo'q. Mana. Och. Mana 3 ga 5imiz 850 ming so'm. Mana turishi. Och. Mana. Shu ochayotgan bolalardan qo'llar 850 ming so'm tayyor gilam. Mana. Och. 3 ga 5 850 ming so'm. Mana. Mana. Tayyor gilam shu. Mana. Xo'p, keyin ana bitta rasmga olib qo'y. Mana. Olib qo'y. Mana. Ko'ringlar mana do'stlar, like bosinglar. Yaqinlarga yetib borishligi uchun. Xo'p, 3 ga 6 gilamimiz och. 1 million 100 ming so'm mana turishi. 3 ga 6 tayyor katta gilam. Och, mana. Och. 3 ga 6imiz 1 million 100 ming so'm. Xo'p, 3 ga 7imiz och. 1 million 300 ming so'm mana turishi. Och. Och shu qara. 1 million 300 ming so'm mana turishi. 3 ga 7 gilamimiz. Xo'p, 3 ga 8 gilamimiz. Och. Mana 3 ga 8 gilamimiz 1,5 million so'm mana. Mana shu turishi 3 ga 8 bu. 1,5. Mana shu turishi 1,5 million so'm. Och. Xo'p, keyin mana qalin akrel 3 ga 4 3,5 million sotilgan gilamlarimiz och. Mana shu turishi 2 milliondan. Yo'q, zo'r ekan lekin. Och. Eski narxlarini aytingda, Elbek. 3,5 million sotilgan gilamlar. Aha. Mana 2 million so'm mana turishi. Bundan serob, har xil gullari bor. 3 ga 4larimiz mana shu serob, akril bu. Samarqand bularmi? Samarqand. 2 million so'm turishi. G'oyatda bitta qolmadimi? Mana shuni ham ochib 3 ga 4da. Rosa chiroyli gul shu ham. Tovlanadimi? Xo'p, keyin 3 ga 5 mana shu gilam, Prince deganlarimiz, Prince degan 3 ga 5 gilamiz. 6 million sotilgan. 3,5 million so'mdan turishi. Qalinligi rosa qalin. Och. Mana. Och. Charchad. 3,5 milliondan mana turishi. Och. O naryoqdan. Charchadi. Og'ira? Mana. Anvar aka bu uylangan. Bu yoqdagi do'stimiz bo'yda xola. Mana. Ana. To'g'rilar bor. Ana. Qarang chiroyligini. Mana shu erta chorshanbadan dushanba 3,5 million so'm. 6 million sotilgan gilamlar mana 3,5 million so'mdan 3 ga 5lar.
ertaga chorshanbadan dushanba kuni kechgacha 27-yanvardan 2-fevralgacha. Bel ketdimi? Bel ketdimi? Uylanganmisiz? Endi nasib bo'lsa Bo'ydoq, ha? Xudo xolasa. Reklamaga qo'yaversak sekin chiqib qolar bironta joydan. Uylanmagan bo'lsa bel to'la. Xullas obunachilar, adresni mana ukam tanishtirdi. Shoshilinglar, ertadan start ketdi. Faqat mana shu chorshanbadan dushanba kungacha amal qiladi bu narxlar. Iltimos, keyingi hafta boshqa narsa qo'yamiz. Bu hafta mana shu narsalarni bo'ladi. Katta razmerlari ham bor. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha qilib beramiz. Hammaga omad, yaxshini ko'rishuncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.